Assalomu alaykum hammaga. Qani akkauntimizni obroz qilamiz. Ruschaga bir ko'rsatib o'tamiz. Obroz. Yangi streamer, yangi ijodni boshladik. Xudo xolasa podдержка qilib tursalaringiz, sizda streamlarni ham yo'lga qo'yamiz. Ketdi. Burak Yilmaz 900 coinsga olganman. Blitzsquirrel, Goal Poacher 95 finishing. Kurul 90 900 coinsga bemalol arziydi. Olsalaringiz bo'ladi. Va hammaga bergan free karta Batistuta. Free kartaga вообще zo'r degan u Gabriel Batistuta. Bu ham Goal Poacher. Вообще dahshat 97 awareness. Finishing 97 90 93 95 jumping balance stamina hammasi zo'r. Va Blitzsquirrel Sané, Leroy Sané, profil winger, dribbling, position, low pass, finishing ham bor. Kurul 97, speed, acceleration, keskin, power. Va menga eng yoqadigan futbolchilardan biri Wesley Sneijder. Niderlandiya, gollandiyalik futbol afsonalaridan biri. Вообще dahshat statlari 95, 99, 94. Kurul 90. Va David Beckham. Real Madrid kartasi 2003-2004 yillardagi kartasi Archestrator. Men buni himoyaga moslab kuchaytirganman. Ko'proq himoyaga qaytib o'ynaydi. Va yaqinda chiqqan divizionda bergan Lewis Dunk Build-up. Menimcha hamma olgan bo'lsa kerak. Statlari вообще dahshatli statlar. 97, 94, 97, 91. Stamina 92. Va hammani eng sevimli futbolchilardan biri Costa Curta, defensive fullback. Zashitalarga qaranglar. Zashitalariga 102, 99, 93, 99. Stamina 91. Ketdi bir boshidan Kylian Mbappe. Rivaldo, Barcelona afsonalaridan biri. Son 98-99 yillarda o'ynagan kreativ playmaker. Bu ham zo'r statlar. Double touch, flip flop, dribbling, front passing, Rabona. Rashford, Barcelona kartasi. PES 2021 o'ynab yurganlar buni biladi. Вообще buni to'xtatishning iloji yo'q edi. PES 21 davrida. Jan Koller, Bullet Heider,
202 santimetrlik chexiyalik forvard. Katta uning statlariga qaraymiz endi. Qo'lda kuchaytirilgan. Finishing 99, heading 100. Kicking power 94. Pressal kontakt 100. Ikkinchi qavat qiroli desa ham bo'ladi. Va Rooney Friga Rooney tushgan menga, lekin juda zo'r statlar. Finishing 93, kurl 91. Filip Lahm Bavariya afsonasi desa ham bo'ladi. Orchestrator. Bu ham himoyaga moslab kuchaytirilgan. DMF'da 103, 102, 96, 99. Вообще dahshat statlar. Va 100 coinsga tushgan Son, Chiesa, Saloh. Uchalasi kelgan vaqtda 100 coinsga tushgan futbolchi. Birinchi 100 coinsga tushgan mana shu Saloh bo'ladi. Blitzkurl. Top Blitzkurl Saloh, misrlik futbol afsonasi. Dribbling 90, finishing 102. Kurl 98, вообще dahshat degani. Speed acceleration ham bor. Keyin bizda qolib ketyapti. Yevgeniy Elber ekan. Buni o'ynatib ko'rganlar biladi. Nima desam bo'ladi? Eto'ning ikkinchi variantida. Eto'ning ikkinchi varianti. Bu ham zo'r o'ynab beradi. 95 finishing. 95, 90 acceleration. Va bizda bizning zaxira Roberto 100 coinsga tushgan. Bu ham Bel 200 talik pakta kelgan vaqti. Bel 107, birinchi kelgan vaqti 200 talik pakta Roberto. Bu ham вообще zo'r statlar. Keyin men o'zimga yoqadigan bitta futbolchi bor. Nima desa bo'ladi? Ko'p o'ynatmaydigan futbolchilarimda ko'p o'ynatmaydigan. Bu Sanening yana bitta kartasi bor. Birinchi 900 talikka tushgan. Blitzkurl Mbappe bilan kelganda. Naves uchun juda zo'r Sane. Naves uchun bu yog'i polni oddiy kartalar. Hammasi oddiy karta. Mana shu futbolchi ham juda zo'r o'ynab beradi, lekin Mateus Jesus. Boshida olgan vaqtim o'ynatib ko'rdim. Yaxshi o'ynab beradi, lekin juda zo'r bo'lmasa ham statlari normal o'ynab beradi-da. Keyinchalik o'ynatmay qo'ydim bu futbolchini.